Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan xona birliklari va sonlarni yaqinlashga doir misollarni, eng murakkab saralangan savollarning yechilishini o'rganib chiqamiz. Agar siz hoziroq tushunib olsangiz, sizning imtihoningizda ancha osonchilik bilan yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasam, ketdik. Birinchi savol. 8800 sonida minglar xonasidagi 8 raqamining qiymati yuzlar xonasidagi 8 raqamining qiymatidan necha marotaba katta deb savol berilgan. Bizda minglar xonasidagi son bu ya'ni bu 8000 ga teng. Xo'p, keyingisi esa yuzlar xonasidagi 8 raqamining qiymati. Ya'ni bu 800. Necha marta katta degan? Birinchisi ikkinchisi necha marta katta degani uchun birinchisini ikkinchisiga bo'lib qo'yamiz. Javobi hop 2 ta 0 qisqarib ketadi. 80 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 10 chiqadi. Demak, javob B. Ikkinchi savol. Quyidagi sonning standart ko'rinishini toping. 12 ta yuzlik, 14 ta o'nlik va 5 ta birlik. 12 ta yuzlik degani uchun 12 ta yuzlikni yozib olamiz. 12 ko'paytirilgan 100 qo'shilgan 14 ta o'nlik. 14 times 10 plus 5 ta birlik. 5 ko'paytirilgan baribir 1 ga teng. 5 ga teng degani barobar 1200, bundan 1200 hosil bo'ladi. Bundan 140, bundan 5. Demak, 1200 ga qo'shamiz. Qo'shilgan 140 qo'shilgan 5. Javobimiz C da belgilangan ekan. Tekshiramiz. C. Uchinchi savol. Quyidagi taqqoslashdan qaysi biri to'g'ri debdi? Birinchisini ko'ramiz. 0.45 katta 0.5. Bu xato, chunki xohlagan son beriladigan bo'lsa, uni orqasiga qancha nollar qo'shadigan bo'lsak ham baribir qiymati 0. O'sha songa teng bo'lib qoladi. Bu holatda esa 0.500 bilan 0.5 ning qiymati bir-biriga teng bo'ladi. Xo'p, 0.45 bilan 0.50 ni oladigan bo'lsak, 45 50 dan kichkina, shuning uchun bu xato. Keyingisi 0.09 bilan 0.1. Xo'p, bu yoqda ham o'ylashingiz mumkin, bunisi to'g'ri deb, chunki 9 1 dan katta, lekin boyaga aytganimdek, buni orqasiga 0 qo'yadigan bo'lsak, 10 9 dan katta. Shuning uchun ham buni hisobga olmaymiz. Keyingisi C. 0.7 kichkina 0.702 dan. Buni orqasiga ham 0 qo'yib, xona birliklar sonini tenglashtirib olamiz. 0.700 kichkina 0.702. 702 dan kichkina, bu to'g'ri. Demak, buni to'g'ri javob C bo'ladi ekan. D sini ham ko'rib qo'yamiz. 1.23 bilan 1.023. 230 23 dan katta, shuning uchun bu yoqda kichkina qilib qo'ygan. Buni olmaymiz. X. To'g'ri javob C. Mana aroq nollarni qo'shsak, 700 soni 702 dan kichik ekanligini ko'rsatadi. 4-savol. 100 dan 1 xonasigacha yaxlitlaganda 5.38 hosil bo'ladigan sonni toping degan. Demak, 100 dan 1 xonasi o'sha darsda o'tgan bo'lsangiz, 3 yo 4-sinfda o'tilgan bo'lishi kerak. Xo'p, 100 dan 1lar xonasi bu 8 soni bu yoqdagi. Yaxlitlaganimizda xuddi shu son hosil bo'lishi kerak. A variantini ko'radigan bo'lsak, xo'p, 100 dan 1 xonasidan keyingi son bu minglar birliklar xonasi. O'sha sonni ko'rishimiz kerak. Agar 5 yoki 5 dan katta bo'ladigan bo'lsa, u yaxlitlanganda plus 1 qo'shilib 5.39 bo'lishi kerak bo'lib qoladi. Bu yoqda esa 5.38 ko'rsatgan. Demak, biz bu variantni chiqarib olamiz. B variantiga keladigan bo'lsak, 4 5 dan kichkina bo'lgani uchun biz yaxlitlaganimizda 5.37 ni o'zi qolib ketadi. Bizda berilgan 5.38 chiqishi kerak. Demak, B varianti ham o'z-o'zidan chiqib ketadi. C variantiga keladigan bo'lsak, xo'p, minglar xonasidan keyingisi bu
1. Ya'ni 1 yaxllanganda 0 ga qarab ketadi. 5.38 o'zi qoladi. Bu to'g'ri javob. D ga keladigan bo'lsak 5.371. Bu yoqda ham 1 0 ga qarab ketadi. Shunda 5.37 qolib ketadi. Javob C bo'ladi. 5-savolga kelamiz. Birinchi D dan boshlaylik. Analiz qilishdi. D dan boshlaydigan bo'lsak, o'sha minglar xonasidan keyingisi yuzlar xonasiga qaraymiz. Bu son 4. Demak, buni yaxlitlaganimizda bu 0 ga ketadi, qolgan hammasi 0 bo'lib ketadi. Shunda minglar xonasiga yaxlitlaganda bu son bizga 3000 ni beradi. 4499. Yuzlar xonasiga qaraymiz. Bu 4 0 ga qarab ketadi. Hammasi 0 ga qarab ketadi. Shunda 4000 qoladi. Eng kichik butun sonni so'ragani uchun qolgan variantlarni ham tahlil qilib ko'ramiz. Xo'p, bunda 5 bilan boshlanadi. 5 yoki undan katta bo'lgan sonlar har safar bir o'zidan keyingi xona birligiga bir sonni qo'shib yaxlitlanadi. Misol uchun bu 5 bo'lgani uchun bunga 4 bo'ladi, buni o'zi 0 ga aylanib qoladi. Shunda 4000 soniga yaxlitlanadi. Minglar xonasigacha yaxlitlaganimiz uchun. 3999 esa bu 9 5 dan katta, to'g'ri? Demak, 5 dan katta bo'lgani uchun 4 bu 4 ga aylanadi-da, qolgani 0 ga aylanib ketadi. Bu ham minglar xonasigacha yaxlitlansa 4000 bo'ladi. Uchta sondan eng kichkinasi bu 3500. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi ekan. 6-savolga keldik. Yuqorida aytganimizdek, har bitta chapga surilganda 10 marta oshadi qiymati, har bitta o'ngga surilganda 10 marta kamayadi. Demak, bizda to'g'ri javob C bo'ladi ekan. Savol 7-si. Bu ham qiziq savol. Birinchi eng katta qiymatdan oladigan bo'lsak, 600 dan boshlaymiz. 600 ni hop, yuzliklargacha bo'lgani uchun bu 4 bo'ladi. 5 bo'lsa 700 ga chiqib ketish kerak. Xo'p. Undan keyingi katta raqamni qo'yib qo'yamiz. Chunki bizga eng katta raqam so'rayapti. Demak, 9 bo'ladi. Bu endi 500 dan boshlanishi kerak. 500 ni 549 qilib qo'ysak, bu 500 ga tortib ketish kerak bo'ladi, lekin 500 ni 50 qiladigan bo'lsak, eng kichkina sonni bildiradi. Bu yoqqa 9 qo'shmadim. Yuqorida 9 qo'shgandek nimaga pastga qo'shmayapsiz deydigan bo'lsak, chunki 9 qo'shsak ham 600 ga chiqadi, lekin bizdan eng kichkinasini so'raganligi sababli biz eng kichkina son 0 ni qo'ysak ham bizga eng kichkina qiymatni beradi va bu yaxlilanganda ham baribir 600 ga o'tib ketadi. Demak, biz farqini topadigan bo'lsak, 649 dan 550 dan ayirsak 99 chiqadi. 8-savol. Men shunday sonmanki, verguldan keyin 3 ta raqamim bor debdi. 10 dan 1 xonasigacha yaxlitlasangiz 2.4 bo'laman debdi. Demak, boshda 2 ekan. 10 dan 1, ya'ni bu xonagacha yaxlitlansa 2.4 bo'ladi ekan. 1000 dan 1 xonamdagi raqamim 7. Bu son 7 ekan. Raqamlarning yig'indisi 15 ga teng debdi. Yaxshi. 2, 7, 9. Biz o'rtadagi ikkita sonni topib, ikkalasini ham yig'indisini qo'shganimizda bizga 15 berish kerak ekan. 15 dan 9 ayiradigan bo'lsak, ya'ni 2 ga 7 ni qo'shsak 9, 15 dan 9 ayiradigan bo'lsak 6. Demak, o'rtadagi sonlarning yig'indisi 6 ni berish kerak bo'ladi. Birinchi o'rtadagi sonlar 6 ni bermaydiganlarni chiqarib tashlaymiz. 4 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 6 bo'lmaydi. Chiqarib tashlaymiz. 4 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 6. 4 ga 5 9, bu ham bo'lmaydi. Chunki hammasini qo'shganimizda 15 dan oshib ketadi. 3 ga 3 6. Bu ham beryapti. Endi shu ikkalasini tahlil qiladigan bo'lsak, 10 dan 1lar xonasigacha yaxlitlaganimizda 2.4 ni berishimiz kerak deyapti. Demak, undan keyingi son 3. 3 4 dan 5 dan kichkina bo'lganligi sababli bu 0 ga aylanib ketadi, ya'ni pastga tortib ketadi. Xo'p. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, 2 ham 5 dan kichkina bo'lgani uchun bu yog'i 0 ga tortib ketadi, 2.4 ni o'zi qoladi. Demak, hamma shartni qanoatlantiryapti. Bu verguldan keyin 3 ta raqam bor. Bu to'g'ri.
10dan 1 xonasiga yaxlitlasangiz 2.4 bo'laman deyapti. Ya'ni bu 10dan 1 raqami shu xonagacha yaxlitlasak 2.4 bo'ladi. Bu ham to'g'ri. 1000dan 1-chi xonasidagi raqami 7. Bu ham to'g'ri. Yig'indisini qo'shadigan bo'lsa 2 ga 4 6, 6 ga 2 8, 8 ga 7 15. Hammasini qanoatlantiryapti. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi ekan. Keyingi darsda qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lishga doir shu kabi murakkab savollarning ishlanishini o'rganamiz. Hoziroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Blue Prep Academy. Xayr, salomat bo'ling.